Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun o'tadigan mavzuyimiz yanchish jarayoniga ta'sir etuvchi omillar. Yanchish jarayonini biz o'tgan darsda o'tdik. Turli tegirmonlarda olib boriladi. Ya'ni nimada yanchishiga ko'ra sharli, stерженli hamda o'zini o'zi qayta yanchar tegirmonlar yoki bo'lmasam gorizontalniy, vertikalniy tegirmonlardan foydalanamiz. Asosan sharli tegirmonlarda hozirgi vaqtda boyitish fabrikalarida sharli tegirmonlar ishlatiladi. Sababi uni ish unumdorligi, ya'ni tayyor sinf berish koeffitsiyenti yuqori bo'lgani uchun sharli tegirmonlardan ishlatamiz. Sharli tegirmonlar gorizontalniy, barabarga o'xshaydi. Uni 45% gacha yanchuvchi shar bilan to'ldiriladi. Bu yanchuvchi tegirmonni ish unum, ya'ni yanchish jarayoniga ta'sir etuvchi omillar juda ko'p. Buni yanchish jarayoniga ta'sir etuvchi omillardan birinchisi konditsiya. O'tgan mavzularimizda kommentariyada shunaqa savol berilgandi. Konditsiya nima deb? Konditsiya bu maydalash jarayonidan keyingi yanchish jarayoniga kelayotgan mahsulot tarkibida ma'lum bir sinfdan yuqori zarralarning foizi, ya'ni yanchish jarayoniga 10 tonna maydalangan mahsulot kelyapti. Biz 10 tonnani 10 millimetrlik, ya'ni 10 millimetr kataklari 10 millimetrlik elakda 10 tonna mahsulotni biz elakdan o'tkazdik. Elakdan o'tkazganimizda elak ostiga, ya'ni elakdan o'tib ketdi 8 tonna material. 2 tonnasi qolib ketdi. Mana bu 2ni elashga keling, ya'ni yanchishga kelgan общий mahsulotga bo'lib 100 ga ko'paytirsak necha chiqadi? 20 chiqadi. Ya'ni yanchish jarayoniga kelayotgan rudaning konditsiyasi 20%. Endi bu qanaqa millimetrlik sitada o'lchanishiga bog'liq. Biz boyitish fabrikamizda 10 millimetrlik sita ishlatiladi. Konditsiyamiz 20% sredniy. Tushunib olasizlar, konditsiya bu o'sha maydalash yanchish jarayoniga kelayotgan ma'lum bir o'lchamlik sitadan o'tmay qolgan mahsulotning protsenti. Yanchish jarayoniga o'sha konditsiya qancha 20% edi, 20% dan ko'tarilaversa, ya'ni yirik mahsulotlar ko'payib boraversa, yanchish jarayoniga salbiy ta'sir qiladi. Yanchishdan chiqayotgan mahsulotni unumdorligi tushib ketadi. Bu bir. Ikkinchisi, buni yanchuvchi jism bilan to'ldirish foizi. Biz boyitish fabrikamizda 43-44% birinchi bosqich tegirmonlarda shar bilan to'ldiriladi. Bu shar bilan to'ldirish foizi agar 30% ga tushib ketadigan bo'lsa, tegirmonni yanchish faoliyati ham tushib ketadi. Yanchish jarayonida yanchilayotgan mahsulotni yiriklashtirib oladi. Bu birinchi faktor, to'ldirish darajasi. Ikkinchi faktor mana shu sharlarni sortnosti, ya'ni tegirmon ichida sharlarda sortnost degan termin bor. Ya'ni turli o'lchamlardagi sharlarning protsenti. Bu prosentga olganda 30-20% deyiladi. 20% bilan haqiqiy hisoblanadigan sharning o'lchami, 20% undan 10 mm kichiklikdagi sharning o'lchami, 30-30% bu o'sha yanchish jarayonida sharlarning kichirayib ketish protsenti. O'sha 30-20% bo'lsa yanchish jarayoni yaxshi bo'ladi. Agar hamma sharni 43% ni polni bir xil o'lchamdagi sharni bilan yuklaydigan bo'lsak, masalan 100 millimetrlik sharni yuklaydigan bo'lsak, 100 millimetrlik sharlar bir-biri bilan joylashganda uni orasida bo'shliqlar ko'payib ketadi. Shuni hisobiga yaxshilanishmaydi. Ikkinchi faktor bu sharni o'sha sortnosti. Keyingi faktor bunga qo'shib, ya'ni tegirmonga berilayotgan suvning miqdori. Tegirmonga qancha suvni kam bersak ham, qancha suvni ko'p bersak ham yanchish jarayoniga o'z ta'sirini o'tkazadi. Masalan, 3-6-4-5 metrlik tegirmonlarda tegirmon ichidagi qattiq zarralarning foizi o'rtacha 70% ishlanadi. Agar o'sha 70% dan kam yoki ko'payib ketadigan bo'lsa, yanchish jarayoni yaxshi ketmaydi. Keyingi ta'sir qiluvchi omil, bundan oldingi darsda o'tganmiz, klassifikator, ya'ni birinchi bosqichdan keyingi qaysi klassifikator o'rnatilgan bo'lsa, ya'ni spiralli klassifikatormi, gidrosiklonmi, o'shani unumdorligi, ya'ni aylanma mahsuloti, ya'ni yirik mahsulotni qaytish protsenti ham kamayib yoki ko'payib ketadigan bo'lsa, yanchish jarayoni buziladi. Keyingi ta'sir etuvchi omil tegirmonning ishlash rejimi.
har bir tegirmon o'z rejimida ishlaydi. Kattaligi diametriga qarab tegirmonlar kaskadli, vodopodli, kritiskiy rejimda ishlaydi. Agar vodopodli rejimdan ko'tariladigan bo'lsa yoki tushib ketadigan bo'lsa, bu tegirmonlarda ish unumdorligi tushib ketadi. Buni ishlash rejimini hisoblashda oldingi darslarimizda formulalarini keltirib ketganmiz, uni ko'rib olasizlar. Tegirmondagi ta'sir etuvchi omillarning barchasini tegirmon mashinisti ish davomida kuzatib, tegirmondan chiqayotgan mahsulotni tayyor sinfini o'lchab turadi va nazorat qiladi. Bugungi mavzuyimiz shundan iborat edi. Rahmat.